Yine azgına pellet salib oldim. Yana üstüne tuproq kam bo'lishini hisobga olib, yana asmakot soldim. Lekin o'z tuproqning tarkibida ham asmakot bor. Bunda esa tuproqimiz o'ta yaxshi sifatli tuproq. Rossiyskiy Verxavoy Siniy Agrobalt. Maxsus Rossiyani o'zimdan oldistiraman. O'zbekistonni sotuvchilaridan olmayman. Endi atrofini pellet ko'proq yeridan olib shunday solaman. Yine açıp tozalab qo'ydim. Men boshida ko'proq pellet solishga harakat etdim. Ko'p suv solishni yaxshi ko'radi ekanimiz. Endi buni ustiga teyin asmakot soldim-ku, ustiga ozroq miqdorda sapalab qo'yaman. Shularni asmakotdan yaxshi dori, hammaga tavsiya etaman. Shunda endi ko'proq yaxshiroq o'sadi. Ana. Egasinde uni bo'lsin.